Baytul Haramda deydi, domla deydi. Bir yigit deydi, yonida ayoli ham bor deydi. Onasini hajga olib bordi deydi. Men qarab, nazar solib yurdim deydi. Necha kun bo'lsa araba ham bor deydi, lekin arabaga ham solmadi. Yelkasida ko'tarib yurdi deydi. Onaxonni deydi, toratxonaga olib kirdi. Ayollarning toratxonasi bor, juda ham men tiqilish ekan. Bu yoqda ozgina joy bo'sh ekan. Erkaklar toratxonasiga o'tkazib, onaxonni torat qildiryapti. O'g'il deydi, kelin tepada turib deydi. Men tasavvurga keldi. O'g'il, kelin. Onani ustiga deydi, o'g'il ustidagi deydi, ehromini yechib deydi, onani to'sib turibdi deydi. Onani to'sib bir oyog'i bilan deydi, yuzini yuvdi onani deydi. Bir qo'li bilan qo'lini yuvdi, torat qildi, oyog'ini yuvdi deydi. Kelin deydi, boshdagi ro'molni olib deydi, onaxonni deydi, qo'llarini artdi, oyoqlarini artdi deydi. Qarab turibman, zim solib telefonga ham olib kelibdi, menga ko'rsatdi. Eng oxiri kelin bilan o'g'il engashib, ona oyog'ini yuvgan suvni yuziga surtib yuvayapti. Ona oyog'ini yuvgan suvni yuzini yuvayapti. O'g'il bilan kelin. Mana shundoq bo'ladi. Allohning rasuli nima deganlar? Silay rahmni o'zganlar, bordi keldini o'zganlar, bir-biriga muhabbatni, yaxshilikni, ehsonni o'zganlar qiyomatda jannatga kirmaydi deganlar. Alloh taolo